Tespin balansini Uzcard va Humo kartalari orqali qanday to'ldirishni ko'rib chiqamiz. Birinchi xaridga o'tish tugmasini bosamiz. To'ldirish tugmasini bosamiz va Uzcard kartini tanlaymiz. Bu bo'limda to'ldirmoqchi bo'lgan summani yozamiz, masalan 10 000 so'm va davom etish tugmasini bosamiz. Endi bot siz to'lov qilishingiz 7 minut vaqt beradi va to'lov uchun karta beradi. Muhim narsa, to'ldirish uchun qancha summa yozgan bo'lsangiz, shu summani tashlashingiz kerak. Endi tashlash uchun xohlagan bank ilovasiga kirib, berilgan kartaga yozgan summangizni tashlasangiz kerak. Karta raqam bilan tashlash kerak bo'lgan summani kiritamiz. Davom etish tugmasini bosamiz. Tespin botga kirib 15 soniya kutamiz va to'lov avtomatik tekshiriladi va balansingizni to'ldiradi. Botimizda SBP Rossiya yashovchilar uchun bor. Kartasi yo'qlar uchun esa bankomat orqali to'lovlar ham mavjud. Endi bemalol xohlagan o'yiningizga donat qilishingiz mumkin. Agar to'lovda xatolar qilib qo'ygan bo'lsangiz, profil bo'limida qo'llab-quvvatlash bo'limiga murojaat qiling.